yangi O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi jadal rivojlanmoqda. Bu jarayonda malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash muhim o'rin tutadi. 70 yil davomida Andijon davlat tibbiyot instituti nafaqat respublikada, balki xalqaro miqyosda ham ushbu sohada yetakchi bo'lib kelmoqda. Uning bitiruvchilari orasida jahon miqyosida tan olingan mutaxassislar ko'pchilikni tashkil etadi. Institut o'zining faoliyati davomida har tomonlama o'sish yo'lini bosib o'tdi. Bugungi kunda Andijon davlat tibbiyot instituti Italiya, Hindiston, Portugaliya, Rossiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Germaniya, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa ko'plab mamlakatlarning 60 dan ortiq yetakchi xorijiy tibbiyot oliy o'quv yurtlari va klinikalar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, 105 ta xalqaro shartnomalarga ega. Institutda har yili xorijlik talabalar soni ortib bormoqda. Hozirgi kunda bu yerda Janubiy Koreya, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, Nepal, Afg'oniston, Qozog'iston va boshqa mamlakatlardan 1000 dan ortiq fuqaro tahsil olmoqda. Institut tarkibiga 5 ta fakultet kiradi. Bulardan davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsiya, shuningdek vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, asosiy ta'lim yo'nalishlari, tibbiy profilaktika, fundamental tibbiyot, sanoat farmatsiyasi, oliy hamshiralik ishi va boshqalarni qamrab oladi. Andijon davlat tibbiyot instituti qo'shma ta'lim dasturlarini faol rivojlantirmoqda. Privojels tadqiqot tibbiyot universiteti mutaxassislari bilan klinik ordinatura dasturlari va Dog'iston davlat tibbiyot universiteti bilan stomatologiya bo'yicha bakalavriat 3+2 dasturi amalga oshirilmoqda. Unda 47 nafar talaba tahsil olmoqda. 2023-yilda Koreya Milliy transport universiteti bilan hamkorlikda parameditsina fakulteti ochildi. Institut shuningdek Rossiyaning boshqa yetakchi tibbiyot markazlari va universitetlari bilan ham hamkorlik qiladi. Mutaxassislarni sifatli tayyorlash uchun institut zamonaviy moddiy texnik bazaga ega. Klinika hududida 2000 o'rinli yangi 7 qavatli o'quv binosi qurildi va u zamonaviy uskunalar, interaktiv ma'ruza zallari, simulyatsiyon markaz va stomatologiya kabinetlari bilan jihozlangan. Telemeditsina tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Ma'ruza xonalari va laboratoriyaga ega 4 qavatli markaziy ilmiy tadqiqot laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. 2024-yil muhim yutuqlar bilan yodda qoldi. Institut UI Green Metric World University Ranking xalqaro reytingiga kiritildi. Davolash ishi va stomatologiya dasturlari esa ECAQA Qozog'iston xalqaro akkreditatsiyasidan o'tdi. Professor, o'qituvchilar va talabalar milliy va xalqaro tanlovlarda faol ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashrifi Andijonning tibbiy brend yaratishdagi salohiyatini alohida ta'kidladi. Ushbu tashabbuslar doirasida 650 o'rinli klinika institut tasarrufiga o'tkazilib, uni ta'mirlash va jihozlash uchun 180 milliard so'm ajratildi. Bu esa 11 mingdan ortiq talabaning amaliyot o'tashi uchun sharoit yaratadi. Simulyatsiya markazida attestatsiyadan o'tgan tibbiyot xodimlariga ustama haq to'lashni ko'zda tutuvchi malakani baholash tizimi joriy etilmoqda. Klinika qoshida tibbiyot klasterini shakllantirish uchun yangi bo'limlar qurilishi rejalashtirilgan va bunga qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilgan. Muhim qarorlardan biri sifatida Namangan davlat universitetining tibbiyot fakulteti Andijon davlat tibbiyot instituti filiali etib qayta tashkil qilinadi va kelgusida mustaqil maqomga ega bo'lish istiqboli belgilandi. Andijon davlat tibbiyot institutiga esa universitet maqomi beriladi. Xorijlik talabalar soni ortib borayotgani ta'lim xizmatlari eksportini kengaytirish imkonini bermoqda. Uning salohiyati yiliga 20 million AQSh dollaridan ziyod baholanmoqda. Xorijiy abituriyentlar qulayligi uchun talabalik vizasi joriy etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Klinikaning 150 nafar yosh mutaxassisi xorijda malaka oshirib, yuqori texnologik muolajalarni o'zlashtirdi. Bu esa 1,2 million dollardan ortiq mablag' jalb etish rejalari bilan tibbiy turizmni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Klinika 850 o'ringa kengaytirilib, barcha turdagi operatsiyalarni, bemorlar uchun qulayliklarni va talabalar uchun dual ta'lim imkoniyatlarini taklif etmoqda. Talabalar nafaqat o'qishlari, balki bo'sh vaqtlarini ham maroqli o'tkazishlari uchun institutda mazmunli va foydali o'quvdan tashqari hayot uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
Axborot resurs markazi va axborot texnologiyalari markazi yangi bilim va rivojlanishga intiluvchilar uchun doimo ochiq. Institut hududida 4 ta zamonaviy turar joy binosi va keng sport zali faoliyat yuritmoqda. Ijodiy studiyalardan tortib, sport to'garaklarigacha turli xil mashg'ulotlar tashkil etilgan bo'lib, har bir talaba o'ziga ma'qul keladigan mashg'ulotni topishi mumkin. Yaqin kelajakda klinika hududida 800 o'rinlik yangi talabalar turar joyi qurilishi boshlab yuborildi. Hozirgi kunda Andijon davlat tibbiyot institutida 11 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. Institut o'z bitiruvchilari bilan faxrlanadi va dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishga qodir bo'lgan sog'liqni saqlash sohasining bo'lajak yetakchilarini tayyorlab, rivojlanishda davom etmoqda. Andijon davlat tibbiyot instituti 70 yillik muvaffaqiyat va taraqqiyot.